Bir odam sizga yaxshilik qilsa, shu odam menga yaxshilik qilgan edi deb aytib qo'yish kerak. Yo o'ziga duo qilib aytish kerak, yoki yaxshiligiga yaxshilik qaytarish kerak. Iloji bo'lsa ko'proq qilib qaytarish kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalom yaxshilikka javoban kichkina tuya berganga katta tuya qaytarganlar. Ya Rasululloh, katta ekan sizni tuyangiz deganda yaxshilikka yaxshiroq javob berish kerak. Meni otam bo'lardi, Abdulazim degan, u kishining maqollari bo'lardi. O'rdak yesang, g'oz bog'lar derdilar. Nima deganlar desa, bir kishidan o'rdak bilan mehmon qilsa, o'rdakdan qimmatroq narsa bilan javob qaytarib qo'y. Qolib ketmasin shunda. Sen ham yaxshilikni kattarog'ini qilib qo'y derdilar. Shunga o'xshagan yaxshiliklarning e'tirofi muhim. E'tirof qilinmagan ne'mat shukr qilinmagan ne'mat. Qabul bo'lmagan amal hisoblanadi. Odamlarning yaxshiligiga ham shukr qilmasa, e'tirof qilmasa, Allohga shukr qilgan bo'lmaydi. Rasulullohning hadislari bor. "Man lam yashkurinnas lam yashkurillah" deganlar. Odamlarning yaxshiligiga shukr qilmagan, tashakkur aytmagan, Allohga shukr qilaman degan gapi yolg'on.